Ibn Sino Taxta bozori shunda orqa tarafida tadbirkorlarning mahallasidan tadbirkorlarimiz uchun lokatsiyalari zo'r bo'lgan joy topib qo'ydik-ku. Arendaga joy qidirib yuruvmi deylar, yaqinlik qidirib yurishuvmi? Shu insonlarga tashlab qo'yinglar bu videolarimizni. Manfaatli bo'lsa bitta like tugmachasini bosib qo'yinglar. Xonalari katta bo'lgan arendaga zo'r joy topib qo'ydimi? Yana narxlari juda arzon narxda, bemalol egalariga telefon qilib, shu yerda savdalash olsanglar bo'ladi. Video davomida xonalari bilan tanishtirib beramiz, o'zingizda tasavvur uyg'onadi bu yog'iga. Zinalardan to'g'ri tushib kelasizlar. Keyin bu yoqda tapchanli zonalarimiz ham bor. Joylarni ko'ryapsizlar, juda katta kenglikda xona. Xo'p, akalar, uyimizning informatsiyasiga keladigan bo'lsak, 10 ta xona bo'ladi. 3 ta alohida oshxona bo'ladi, 3 ta alohida sanuzel bo'ladi. Uy hovli joyi ko'ryapsizlar, kengina. Okalar, qaysi turda qanaqa formatda foydalanish o'zingizga bo'ladi. Sex o'rnida xohlasanglar kvartiraga qanday variantda kelishuvga qarab turib, aloqaga chiqsanglar, kelishib bu joyni beramiz. Studentlar ham kelib yashasa, vaqtincha yashab turishga joy arzonchi, arzoni, juda arzoni. Ko'ryapsizlar, bu ikkinchi xonamiz, kengina xona bo'ladi. Xohlasanglar bitta oila alohida kelib vaqtinchalik turishga ham zo'r joy bo'ladi. Ko'ryapsizlar, akkuratni. Bu ko'hna qismimiz bo'ladi. Xo'p, akalar, kiruvchilikni ko'ryapsizlar, kengina xona, o'ng qo'lda mana bitta kattagina zalimiz, bu yerda bitta kichkinagina detskiy xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, detskiy xona zo'r, juda ekan. Ko'ryapsizlar, boyagi 3 ta xonamizning ikkita podval qismi bo'ladi. Podval qismlari ham keng, katta. O'zi oila har qanaqasiga 15 ta oilani smeli o'zining ichiga oladigan hovli joyimiz bo'ladi. Maza qilib yashaydigan joy ekan. Vaqtinchalik foydalanishga zo'r. Bitta xonamiz juda kenglikda ekan, katta ekan. Bu yerda ham bitta oila bemalol ketar ekan. Bu yerda ko'hnamiz bo'ladigan bo'lsa, bu yoqni spalniya qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Joy ekan, hozir yog'ini ko'rsatdim. Alohida bo'lgan xonalar, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'ryapsizlar, har bitta joyimizdan ham alohida hammom tualetlari, kuxnalari bor. Dam berib, maza qilib dam oladigan joylarni topib qo'ydik-ku. Janob oliylari tez kelib bosib oladigan joylari yo'q. Bizdan arzoniga hech kim topa olmaydi-ku. Bemalol tez aloqaga chiqinglar egalari bilan promoy qilib qo'yamiz deb aytdim. Va'da ko'ryapsizlar, ziloniy zonalarni ham, mevali daraxtlari bor, maza qilib, miyala tinchlanib, maza qilib dam olib o'tirsanglar bo'ladi.